Men sizni tushunmadim, o'rtoq prokuror. Nega Soipovni qamoqqa olmadingiz, ha? Fuqaro Sobirova. O'zingizni bosib olib, qo'lingizni past qilmay gapiring. Siz bozorda emassiz. Tuman prokurorining qarshisida turibsiz, unutmang. Xo'p, mana qo'limni tushirdim. Agar shu biror narsani o'zgartirsa, aytganingizdek qo'limni tushirdim. Lekin savolimga to'g'ri javob bering. Nega Soipovni qamoqqa olmadingiz? Qaysi aybi uchun? Mendek halol insonni haqorat qilgani uchun. Otasiz o'sayotgan, qo'y og'zidan cho'p olmagan mo'min qobil o'g'limni nohaq qamoqxonada ushlab turgani uchun. Qolaversa, o'z vazifasini ado etayotgan vaqtda advokat Adashevga qo'l ko'targani uchun mayor Soipov qamoqxonada o'tirishi kerak. Fuqaro Sobirova. Siz gapirayotgan gaplarni hammasi tilda. Soipovni ayblash uchun na guvohingiz bor va na dalilingiz. Voy. Sizga nechta guvoh kerak? Ayting. Sobirova, unutmang. Guvoh aslida menga emas, shaxsan sizga kerak. Aks holda so'zlaringiz asossiz deb topilib, ichki ishlar xodimiga tuhmat qilganingiz uchun o'zingizga jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Voy. Siz nimalar deyapsiz? Meni kimligimni bilasizmi? Bilaman. Menda siz haqingizda keragidan ortiqcha ma'lumot bor. Sizga qo'ng'iroq qilishmadimi? Qilishdi. Ularga nima deb javob beray? Ulargami? Da'voimni isbotlab bera olmadim. Qonuniy asosim yo'q ekan deng. Yana esdan chiqmasin, aytib qo'yingki, prokuratura ham, ichki ishlar ham sizni kirdikorlaringizni juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun bemalol o'tirib olib gaplashingiz ham bo'laveradi. Mayor, sen olov bilan o'ynashyapsan. Ishim shunaqa. Ishsiz qolib ketishdan qo'rqmaysanmi? Yo'q. Qamalib ketishdan-chi? Bir marta o'tirib chiqqanman. Peshonada bo'lsa, yana bir marta o'tirarman. Buni sizga nima qizig'i bor? Menga desa o'lib ketmaysanmi? Lekin bir gapimni ikki qulog'ingga quyib ol. O'g'limni baribir turmadan olib chiqaman. O'rniga sen o'tirasan. O'zingizni bosib oling, Sobirova. Osmon qo'lingizda bo'lsa tashlab yuboring. Baribir meni qo'rqita olmaysiz. Shalaqiligingizni esa bozorga borib dollar furush sheriklaringizga qilasiz. Yana nima gap? O'rta boshliq, hech gap yo'q. Shunchaki valyuta furush opamiz bilan boylikni qanday ko'paytirish haqida maslahatlashib turgandik. Qo'ysangchi, qani yur. Bu Soipov degan nodon nimasiga ishonadi o'zi? Shoshmay tursin, men unga ko'rsatib qo'yaman. Sobirova bilan o'ynash qanaqa bo'lishligini. Hali ko'rasiz. Oyog'imga yiqilib kechirim so'raydi. Bo'lmasa, matlubotimni boshqa qo'yaman. Nima? Tilingizni yutvorganmisiz? Nima deyin? Nima deyishingizni men qayoqdan bilaman? Soipovni boshlig'i uni yonini olishi aniq edi. Prokuror ham u tomonga o'tib ketdi. Natijada biz prokuraturadan suvga tushgan mushudek shumshayib chiqdik. Xo'sh, endi nima qilamiz? Opa, qizishmang. Bugun yutqazgan bo'lsak, ertaga sudda aniq yutamiz. Yutmasak-chi? Yutamiz, opa, yutamiz.
Bilsak bo'ladimi, janob advokat? Nega buncha ishonch bilan gapirayotganingizni? Opa, qo'limizda tuman yoshlar ittifoqi raisini kafolat xati bor. Hech qachon bunday xat bilan sudya Sulaymonga qamoq jazosi bermaydi. Yodingizdami? Siz menga avval ham o'g'lingiz 1 soat ham turmada yotmaydi deb va'da bergandingiz. So'zingiz ustidan chiqmadingiz-ku? Erkatoyim 1 oydan beri sassiq qamoqxonada yotibdi. Agar bu gal ham aldaydigan bo'lsangiz, mendan xafa bo'lmang. Yaxshi niyat qilaylik, opa. Nima deb o'ylaysan, Soipov? Sobirova shu bilan tinchirmikan? Menimcha yo'q. Hozir ham dag'dag'a qilib ketdi. Unda nima qilmoqchisan? Har doim qilgan ishimni qilaman, o'rtoq boshliq. Haqiqat uchun oxirigacha kurashaman. Endi Rustamjon, men sizga saxovatingiz uchun mingdan ming tashakkur, rahmat aytaman. Lekin bu uy degani uka uncha-munchaga bitadigan emas-da. Keyin men hovlini bunaqangi hashamatli qilib emas, oddiygina, odmigina bir qavatli qilib qurmoqchi edim-da. Yetar, bas. Aka. Bo'ldi. Bu masalada boshqa gaplashishni istamayman. Uy qurilishining rejasi kadastrdan allaqachon tasdiqlanib chiqqan. Siz bu masalada boshingizni qotirib o'tirmang. Ustalardan xabar olishga ham ovora bo'lib yurmang. Ishingizni qilavering. Men sizga o'zim hovli tayyor bo'lgan zahoti bu haqda albatta xabar beraman, xo'pmi? Shundoq ko'chib o'tasiz, qo'yasiz. Bo'ldi. Uka, Rustamjon. Bo'ldi, Farruh aka. Bu masalaga nuqta qo'ying, xo'pmi? Bilmadim. Shunaqa uyni qurishga ozmuncha mablag' ketmaydi-da. Men keyinchalik bu pullarni sizga qanday qilib qaytaraman? Aka. Sizdan birov pulni qachon qaytarasiz deb so'rayaptimi? Nega tushunmaysiz? Boyadan beri jiyanlarim uchun shu xolis xizmat qilib qo'yay deyapman. Rustamjon, menga qarang. Jon uka. Aka, o'z belida yana bitta maqol bor. Men nima deyman, xo'bizim nima deydi degan. Eshitganmisiz? Haligi To'xtang. Bu maqol qirg'izlarniki bo'lishi mumkin. Xo'p, nima bo'pti qirg'izlarning maqoli bo'lsa? Lekin topib aytilgan maqol. Boyadan beri men sizga savob haqida gapiryapman. Siz bo'lsangiz pulini qanday qaytaraman deysiz. Shu maoshingiz bo'lsa-chi, 40 yilda ham bitta bundaro imoratni ham qura olmaysiz. Bo'ldi aka. Shu joyda bu mavzuni yopamiz. Boyto'ra, qo'y. Xo'p bo'ladi. Oy. Mana bunga qo'y. Ha, bungami? Xo'p aka. Endi Farruh aka. Mana, Siz uchun. oling aka, oling. Siz uchun kenayam. Jiyanlarim uchun.
sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Siz uchun, moli jonim siz uchun. Xo'sh, jangchi, tayyormisan? Tayyorman. Ko'cha jangi qonun qoidalarini bilasan, a? Men jang san'ati qonun qoidalari bo'yicha jang qilaman. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bizni ring hech qanday qonunni ham, qoidani ham tan olmaydi. Ringga chiqdingmi? Bas. Yo sindirasan, yo sindirishadi. Sizga g'alaba kerakmi yoki birovni sindirish? Albatta g'alaba muhimroq. Lekin g'alabaga raqibingni sindirish orqali borsang, keyingi janglarda narxing yana ham oshadi. Tolib aka, men sizga avval ham aytganman. Yana bir marta eslatib qo'yay. Men faqat bir marta jangda qatnashaman. Shu jangda sizga g'alabani olib beraman. Keyin meni bezovta qilmaysiz. Kelishganmiz, meni jangimni birinchi qo'yasiz. Esimda. Soat 9 da safda turishing kerak. Qani bo'l, ketdik. Qo'rqmang, pulingizni qilib beraman. Sekin berarsan, namuncha. Nima bo'lganda ham bo'ynimdagi qarzda Tolib aka. Bo'ldi, buncha ko'p gapirasan. Gapir, Doira, o'tinglar. men bilan. Ko'ryapsanmi? Yur. Assalomu alaykum, boss. Va alaykum assalom. Bu meni yangi jangchi. Xo'sh, qalay? Xonavayron bugun kelyaptimi? Nega? Sizga jangchimi nimasi yoqmayapti? Onasi og'zidan ketmagan go'dak-ku bu. Ey, qizishma yigit. Kim haq, kim nohaqligini jangdan keyin bilamiz. Ketdik. O'tir. Geçir. Bulardan keyin sen tushasan. Qo'rqyapsanmi, yigit? Unutma, bu ringda xohlagan usulingni qo'llashing mumkin. Bu yerda hech qanday qonun qoidaga rioya etilmaydi. Hozir seni navbating keladi. Yana qaytaraman. Qonun qoida deb o'tirma. Raqibing juda ham shafqatsiz. Agar g'olib bo'lsa, biror joyingni sindirmasdan qo'ymaydi. Nima qilishni o'zimga qo'yib bering. O'zing bilasan. Oy, lekin senga ishonib, o'yinga katta pul tikib qo'yganimni esingdan chiqarib qo'yma. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xormen, yaxshimisiz? Rahmat. Salom xonimlar va janoblar. Bugungi jangimiz o'ta qiziqarli va o'ta shafqatsiz bo'ladi. Hozir ringga o'zimizni chempion Shafqatsizni taklif qilamiz. Marhamat! Endi uning raqibi yangi jangchi talabani kutib olamiz. Marhamat! Qani, qo'llab-quvvatlab turamiz. Ey, bardam. Talaba. Ey, bosh kelma. Talaba. Xonimlar va janoblar, diqqat! Hozir yangi jangimiz boshlanadi. Xohlaganlar Shafqatsizga, xohlaganlar talabaga tikishinglar mumkin. Marhamat!
500 shafqatsiz. Ochinglar. 600 shafqatsiz. Yana 600 talabaga tavakkal. Yigitlar, yaqinroq kelamiz. Shafqatsiz. Qo'l beramiz bir-birimizga. Qo'l beramiz. Qani? Barakalla tarqalamiz. Diqqat! Jangga! Sindirib tashla. Ur, yaxshi tashla. Bo'la qol, bo'l. Qarab turibsan. Hurmatli xonimlar va janoblar, bizda yangi chempion paydo bo'ldi. Tanishing, Talaba! Barakalla. Barakalla, ukam, boplading. Sen bo'ladigan bolaga o'xshaysan. Zo'r jang bo'ldi-da o'zi ham. Senga gap yo'q, uka. Shafqatsizni boplading. Hatto shu paytgacha hech kimni tan olmaydigan bo'sni o'zi ham dod devordi. Lekin anavi pulni ko'chadan supurib olayotgan boyvachcha mijozlar bor-ku. Qoyil qolishdi. Keyingi gal hammasi pulni senga tikadi. Endi pulni pachkalab emas, qoplab topamiz. O'tir. Tolib aka, men sizga aytgandim-ku. Yana 4 ta jang qoldi deb. To'g'ri aytganding. Lekin sen ko'cha jangini qoidasini buzding. O'zingiz qonunsiz jang deb turibsiz-ku. Yana qanaqa qoidasi bor? Qonunsiz jang bo'lsa ham o'ziga yarasha yozilmagan qonun qoidalari bor. Men senga avval boshida aytgandim. Ringda raqibingni qo'l yo oyog'ini sindirmasang, u revansh talab qilishga haqli. Sen bo'lsang, ko'ngli bo'shlik qilib, Shafqatsizni shunchaki nokaut qilib qo'yding. Shafqatsiz endi sendan revansh talab qiladi. Agar revansh jangdan bosh tortsang, bizga jarima qo'llashadi. Jarimaning miqdorini tasavvur ham qila olmaysan. Mana bu 2000 dan ortiqchasi. Revansh keyingi haftada. Yaxshilab tayyorgarlik ko'r. Olaymasdan. Timur, bo'p qol deymi? Ha. Tinchlikmi? Yuzingga nima qildi? Kim bilan ushlashding?
Sayfi, namuncha ko'p savol berasan, ha? Basharangni ko'zguda ko'rdingmi? Ko'rib turibsan, ko'chadan kelyapman. Qayerda ko'zguga qarayman? Mana, ko'r basharangni. Otryad komandiriga nima deysan hozir? Juda vahimali emas-ku. Shunchaki mashg'ulotda bo'ldi deyman. Timur, men sendan jarohating vahimalimi, vahimali emasmi deb so'ramayapman. Nima bo'ldi deb so'rayapman. Dinamadan chiqib ko'chada kelayotgan edim. Xo'sh, Uchta bezori bitta qizga tegajog'lik qilayotgan ekan. Qizni himoya qilaman deb ular bilan mushtlashdim. Ishonyapman, davom etaver. Keyinchi? Bo'ldi-da endi. Namuncha so'roq qilaverasan. Ko'zingga qara, Timur. Men seni yurish turishingdan xabardor bo'laman deb bobongga va'da berib kelganman. Erkakning va'dasini buzishga majbur qilma. Xo'p bo'ladi, janob oliylari. Yur endi. Yo'qlamaga kech qolmaylik. Men oynani qo'yib qo'y. Menga mayor Soipov kerak edi. Menman mayor Soipov. Chaqirtirgan ekansiz. Keling. Avvalambor assalomu alaykum. Keyin o'zingizni tanishtiring. Siz kimsiz o'zi? Nimaga chaqirtirgan ekanman? Assalomu alaykum. Va alaykum. Burxon Malikovman. Tuman yoshlar ittifoqining raisi. Shaxsan o'zlariman deng. Uzr, tanimasni siylamas deydilar. Marhamat, o'tirib oling. Sulaymon Sobirov deganni taniysizmi? Kim ekan u Sulaymon Sobirov? Men ham sizdan xuddi shu haqda so'rayapman. Yo'q, tanimas ekanman. Unda nega tanimagan, bilmagan odamingizga kafolat xati berdingiz? Qanaqa kafolat xati? Menga qarang yigitcha. Sizni bu yerga hazil mazax o'ynash uchun chaqirganim yo'q. Savollarimga aniq, tiniq javob bering. To'g'risi hamda nima haqida so'rayotganingizni tushunmayapman. O'tgan oyda avtohalokat sodir etgan Sulaymon Sobirovni Yoshlar ittifoqi kafilligiga oladi deb kafolat xati bergan ekansiz. Ha, bo'ldi, ha. Esladim. Yurfakda o'qiydigan bola. Advokati kelganda yozib berdim. O'sha avtohalokatda ikkita talaba qizni o'lganini ham bilasizmi? Yo'q. Advokat menga odam o'lgani haqida gapirmadi. Bor yo'g'i tasodifan bir qizni turtib yuborgan ekan. Qizi o'zi ham aybdor bo'lgani uchun da'vo qilgani yo'q dedi. Siz uni gaplariga ishondingizmi? Ha, ishondim. Keyin u kishi advokatlik guvohnomasini ham ko'rsatdi. Men sizdan u nimasini ko'rsatdi deb so'ramayapman. Agar qizni da'vosi bo'lmasa, kafillik xati nima uchun kerak deb so'ramadingizmi? Yo'q, so'ramabman. Davlat sizga bunday huquqni nima uchun berganini bilasizmi? Qanday huquqni? Bilib bilmasdan jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoshlarni jazodan, kafillik orqali qutqarib qolish, ularga to'g'ri yo'l tanlashga imkon berish huquqini. Bilmaysiz. Yigitcha, afsuski bilmaysiz. Agar ozgina qiziqqaningizda edi, ko'rkorona ikki begunoh qizni qotilini kafillikka olmagan bo'lardingiz. Rahbar o'z huquq va mas'uliyatini bilishi shart. Mabodo advokatdan pul olmadingizmi? Yo'q. Yo'q, hech kimdan hech narsa olmadim. Aybim avtohalokatni qanday sodir bo'lganini surishtirmaganim. Keyin advokatni
qizil guvohnomasi-yu shirin muomalasiga ishonganim bo'ldi. Unda boring. Kafillik xati noto'g'ri yozilganligi haqida hujjat tayyorlab, olib kelib bering. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Uzr. Opa, men senga yarim soat oldin otam tirilib kelsa ham meni bezovta qilma demaganmidim, ha? Xudo. Opa, anavi advokat kelgandi. Opa bandlar, keyinroq keling desam ham zarur ishim bor deb qo'ymadi. Shunga Bezovta qilib bo'lding. Bor chaqir o'sha sulloh advokatni. xo'p bo'ladi. Abdiyev. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Va alaykum assalom. Bir haftadan beri ko'rinmaysiz, kapitan Abdiyev. Sog'immi, bormisiz? Borman o'rtoq boshliq, borman. Shu desangiz, tishim. Bilaman, tishingiz bir haftadan beri og'riyapti. Shunga kela olmagansiz. Doktorda bo'lganingiz haqida qog'oz bormi? Ha, borman. Bu parhezga. Xohlasangiz sizga ham beraman. Ketdik, yuring. Qayoqqa? Doktorga. Doktorda nima qilamiz o'rtoq boshliq? Sizni o'sha bir umr tuzalmaydigan mana shu tishlaringizni sug'urtirib tashlayman. Qutulasiz. Balkim kerak emasdir. Eshitaman. Kim? Yoshlar ittifoqidan? Burxon Malikovmi? O'tkazib yuboringlar. Xo'p. Omadingiz bor ekan, Abdiyev. Tishingizni oldirish boshqa kunga qoldirildi. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Xo'sh. Bu sizga. Ha. Xatni o'z ixtiyoringiz bilan yozdingizmi? Ha, o'z ixtiyorim bilan yozdim. Yaxshi. Xatingizni jinoyat ishiga qo'shib qo'yaman. Bora bering. Yana biror gapingiz bormi? Assalomu alaykum opajonim. Tanijoningiz sog', kayfiyatingiz chog'mi? Keling, advokat janoblari, keling. Keldik. Umid qilamanki, bu gal biror bir yaxshi xabar bilan kelgan bo'lsangiz kerak, ha? Opajonim, shu paytgacha mendan biror bir yomon xabar eshitdingizmi? Har holda shu paytgacha sizdan biror bir yaxshi xabar ham eshitganim yo'q. Opa, bu gal yaxshi xabarning eng yaxshisini olib keldim. Chaynalmasdan gapiring, ha? Xullas, gap bunday. Sudya bilan gaplashib keldim. Yana qanaqa sudya? Siz menga o'g'lingizni ishi sudgacha yetib bormaydi deb va'da bergansiz. Yo, yodingizdan chiqdimi, ha? Yo'q, yodimda. Aytgan har bir so'zim yodimda, opa. Faqat bugun kutilmaganda eski qadrdoni bo'lgan sudya bilan uchrashib qoldim deng. Unga barcha voqeani aytib berdim. Yo'l yo'riq maslahat deganday so'radim. Xo'sh. Agar ish sudga o'tsa, albatta yordam berishga va'da berdi. Ko'rib turibsiz-ku, bu Soipov deganlari qildan qiyiq axtarib, aybsiz Sulaymonni ham javobgar qilishga harakat qilyapti. Menga shuni aytgani keldingizmi? Uzr.
Savolim javobsiz qoldi. Menga sudya tanishingizni ko'rib qolganingizni aytgani kelganmidingiz? Ha, yo'q, aytmoqchi bo'lganim. Ha. Shu sudya bugun to'y qilayotgan ekan. Meni ham taklif qildi. Bilasizmi, to'y bahona tilini yaxshiroq qisib qo'ysak, foydasi tegarmidi demoqchi edim. Qanday qilib tilini qisasiz? Shu yaxshiroq to'yini qilsakmikin degandim. Qancha? Nima qancha? G'alchamisiz? Qancha to'yini qilish kerak deb so'rayapman. Ha. Shu biron $1000 bersak yaxshiroq bo'larmikin demoqchi edim. Yo, kammi? 1000. Bo'pti. Rahmat opa. Ishni bitiramiz. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Unutmang, advokat Adashev. O'g'lim qamaladigan bo'lsa, bergan pullarimni burningizdan buloq qilib chiqarib olaman. Yo'q, opa, nimalar deyapsiz? Hammasi joyida bo'ladi. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, opajon. Xo'p. Alo. Nega telefonni ko'tarmaysan, o'laksa? Tinchlikmi, o'rtoq kapitan? Yo, Uyingizga o't ketdimi? Menikiga emas. Seni uyingga o't ketdi o'sa. to'g'ri, qamalmaysiz. Lekin ma'muriy jazoga tortilasiz. Kelgusida karyerangizni sindirish uchun shuni o'zi yetarli bo'ladi. Meni qo'rqitmoqchi bo'lyapsizmi? Yo'q, ogohlantiryapman xolos. Ota-onamni elas-elas eslayman. Uch yoshligimda uyimizda gaz portlab, olamdan o'tib ketishgan. Meni va singlimni buvim bilan bobom katta qilishgan. U avvaliga o'zini sportchi ekanligini, mahallaga yaqinda ko'chib kelganini aytdi. Mendan zalga kirib shug'ullanib turishga ruxsat so'radi. Shuning uchun odamgarchilik nuqtai nazaridan xo'p dedi. To'la, aslida kim ekanligini qachon bildingiz? Kech bo'ldi. Qizlar, ancha kech bo'ldi. O'zing qo'yib yo'qotgan pulni $2000 dan qutuldim deding-ku. Topdim, jo'ra, topdim. Topganingni bilaman. Meni u pulni qayerdan topganing qiziqtiryapti. Ishlab topdim. Aha. Bu yolg'oningni hammani ishontirasan ham meni ishontira olmaysan. Hozir ringda shapasizga yutqazib qo'ygan bola haqida aytyapman. Agar uni bu yerga boshlab kelgan odam menga o'xshagan insofli bo'lsa, biron bir shifoxonani oldiga tashlab ketdi. Insofli bo'lmasa-chi? Baribir endi u jangga yaramaydi. Shunday ekan, bir qop axlatday to'g'ri kelgan bir burchakka uloqtirib ketaverish.